Qahramonlikning mo'jizlik ta'sirlari. Abdori Hoji Akbar Muhammad Niyaz. 5. Qahramonlarga qandaq baho bersa, adil baho bergan bo'ladi. Tarixiy qahramonlarga nisbatan eng adil baho ularning yetmoqchi bo'lgan nishoni va umum xalq manfaati uchun ilib borgan kurashlaridir. Hargizmi fidokorlik bo'lmagan, avomning oilaviy g'amlar bilan o'pirab ketgan kallasi bilan chiqarilgan hukmi ularga berilgan baho bo'la olmaydi. Chunki turmush g'amlarini yeb bo'lolmayotgan avam qahramonning azobini qandoqmi tushuna olsin? To'limi afsus. Hozirgi ig'ir ruhiy bisimliq kunlarda o'zimi jon qayg'usiga tushib qilib bir oyni boshqarib bo'lolmay, kallasi o'pirab, chechi aqirib, mang'isigilar aqli kamtiklab, zehni to'zib ketgan bir qism chidamsiz kishilar hadislar bugunda turib, ozg'ini bilib olgan cheklik va burumlangan yoki bir taraflam uchurlar orqali tarixdagi shaxslarimizga qalaymaqam baho berishga xumor bo'lib qoldi. Düşmanlar 70 yılda ma'rif quroli va o'zi bir qo'lliq yetishtirib chiqqan bir qism tentak ziyolilarning zaharlik asarlari o'zining alliburun quv dushman tarafidan foydalanib ketayotganligini sezmagan bir qism diniy zotlarning vaziri orqali Uyg'ur xalqining oq-qora, to'g'ri-xato, mehr-muhabbat, g'azab-nafrat qatorliq tipki qimmat qarashlarini qalaymaqon qilib, sotqunni qahramon, qahramonlarni sotqunlar sifatida ustulik bilan mingiyish ilib berib, hozirgi xalqiliq va xatarlik paytda turayotgan bizlarni Uyg'ur tarixidagi bir mudahi, bir qahramon va bir yo'lboshchidan ulgu ololmaydigan, bir milliy munofiq, bir sotqun va bir xoindan ibrat ololmaydigan nachar holga tushirib qo'ydi. Tarix fanlari doktori oldingi asrning oldingi yerimidagi tarixiy shaxslarga qandoq lilla baho berish haqida mundaq deydi. Meningcha, 20-asrning birinchi yerimi tariximizdagi Sharqi Turkiston, ya'ni Uyg'urlarning ozodligi uchun harakat qilgan. Mayli qandoq yo'l tutsin, kimga uylansin, qandoq ideyada bo'lsin, faqat shu bir o'rtaq g'oyadil bo'lib kurash qilgan bo'lsa, uningga xalqancha ayiblash bahosi berishdan, bo'libmi qo'limizda hech qanday paket, hujjat va aniq asos bo'lmasdan, u po'kinchi, bu po'kinchi, u palonchining odami, u xoin yoki jasus deyishdan ehtiyot qilish kerak. Öz dahilariga, öz o'g'lonlariga, jumladan har qanday bir kishiga tuhmat chaplash axloqsizlik bo'lishdan tashqari har qanday bir dinni qabul qila olmaydi. Lekin tariximizdagi aniq sotqinlar, boshdan oxiri xalqimizning orzusi va nishoniga xilof yo'l tutganlar bor. Ular aniq xalqimiz ayni vaqtda so'ygan va hurmat qilgan dahilarni ayni vaqtda xalqimiz dushmanlari, bo'libmi Xitoy mustabid shovinistlari eng o'ch ko'rib ularga tuhmat chaplagan va haqorat qilgan edi. Ularga bo'lgan o'chmanlik hozirmi davomlashyotidi. Alixon To'rining Stalindan 3 qatim maktub bilan yordam so'rg'ini va e'tirof qilishini talab qilgani rost. Bu xatlarning ba'zilariga Sharqi Turkiston hukumatining Ahmadjon Qosimi, Hokimbek Xo'jaboysiq 16 a'zosining hammasi birlikda imzo qo'ygan. Stalinga Alixon To'ri boshda eng ishongan, Ahmadjonmi ishongan, Uyg'urlar ishongan edi. U vaqtda Uyg'urlar uchun yordam bergidek qudrat, davlat shu bo'lib o'tirib chiqqan edi. Ular taki 1949-yilgacha yordam berdi. Ahmadjonlar Stalin hukumatiga oxirgacha ishongan va umid kutgan edi. Chunki u hatto Alixon To'ra boshqa ularning sabdoshlari biror qudratli davlatga tayanmay mumkin emas deb qaraydi. Yana birisi Sovet ittifoqi inqilobining birinchi kundan tortib inqilobni qo'lladi va yordam berdi. Hatta oxirgacha ularni Moğolga taqdim qilgacha o'zining ezilgan xalqlarga yordam chiqqanligini aytib, G'ulji hukumatini izchil qo'llash pozitsiyasida bo'lib keldi. Agar undoq bo'lmagan bo'lsa, 1946-yili Xitoyning qo'liga hammani tashlab bergan bo'lar edi. Albatta, Ahmadjonning o'limi oxirida Moskvaning Uyg'urlarning inqilobini qat'iy qo'llamay Xitoyning qo'li qoldirishni qat'iy qaror qilganligidan darak beradi. Alixon To'riga Stalin nemishq chiqilmadi? Nemishq Toshkentda saqladi? Haqiqatan bu bir sir. Buning hujjat asosini tepish kerak. Hujjatlik asos bo'lmasdan bu savolga xohlagancha keskin javob berishni men haqiqiy tarixchining ishi deb qarayman. Uyg'urning tarixiy musobalari ana shundoq ochiq, tatliq, g'alaba bilan mag'lubiyat, botirlik bilan qo'rqinchoqlik, mardlik bilan nomardlik, sadoqat bilan xoinlik, haqqoniyat bilan adolatsizlik, oqilonlik bilan nodonlik, samimiyat bilan saxtikorlik, bosh egmaslik bilan bosh egiz, tiz bukmaslik bilan tiz cho'kish va boshqalardan tuzilgan.
Bu 1947-1949 yillar orasidagi Sharqi Turkistonning mahkum 7 viloyatidagi vaziyatni ko'rsatdi. Sunjongshan va Jankayshi suratlariga har kuni atiganda maktab o'quvchilari ta'zim qilib, ularning o'zindisini o'qish, Xitoy Gomindang bayrog'ini chiqarishi bor edi. 20-asrning 80-90 yillardagi millatimizning nurg'un pishqadam esil ziyolilari, diniy olimlari, o'g'lonlari ana shu reallikni boshdan kechirgan edi. Faqat G'oljini markaz qilgan Sharqi Turkiston Jumhuriyatla toki 1944-yildan 1949-yili 11-oygacha hech qanday Xitoyni raisimiz yoki dohimiz demadi va ularga madiya o'qib she'r yozmadi. Abdurahim O'tkirning ili sulari ana shu iliga yana ilidagi reallikqa bo'lgan cho'qinish ifodalari edi, albatta. Uyg'ur qahramonlari va sarxillari yana Stalinni madilab she'rlar yozdi. Stalinni madilamasa Jankayshini madiladi va yoki oxirida Mao Zedongni madildi. Shu davr, shu sharoitni, shu ishlarni bugungi ko'z yoki bugungi chatallarda yashagan ko'z bilan emas, shu vaqtdagi Urumchida, shu vaqtdagi Qashqarda, shu vaqtdagi G'uljida turib baholash va ko'rish kerak edi. Abdurahim O'tkir xalqning hurmatiga sazovor bo'lgan eng kuchli ziyolidir. Uning bu she'rlin bilganlarmi uni yanada shundoq sevgan va qadrlayan edi. 6. Bizdan nemish qahramonlar chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sog'lom ruh. Islom dinida bu xil sopliq insonning eng tipki xislati va keyingi taqdirini belgilaydigan birdan-bir o'lchami deb ta'kidlandi. Va sog'lom ruhiyatning uda 3 asr to'xtamay chidog'usiz va til bilan tasavvur qilg'usiz qo'rqinchli zarbalarga uchrab turishi. Yaqinqi bir asrdagi eng og'ir milliy kamsitish va milliy zulmga chataldan kirgan xilma-xil siyosiy va diniy iqimlar qo'shilib, Uyg'ur xalqini xuddi g'orda 3 asr uxlab, yangidan g'ordan chiqqan chaqda huduqib ketgan ashabul Ka'ba a'zolaridek holga tushirib qo'ydi. Vatanda ozg'ina fursatda sanoqsiz, nomsiz qahramonlarimiz hayoti va jonlari badliga xalqimizning ig'ir zaxmigan milliy ruhini untinsiz beg'ishlagan mehr muhabbatlarini malham qilib, dal vaqtida davolab saqaytib, tezla asli keltirib turgan bo'lsa-mu, biroq muhojiratda bundaq amaliy unumlik, lekin jafosi ig'ir bo'lgan sharafli xizmat tashlanib, o'rnini faqat xalqqa qaraldi ko'rsatib turg'ili bo'ladigan yuzaki ishlar egilib ketdi. Undan boshqa, o'tning ichida kuygandan, teshida kuygan yomon degandek, aslida ro'yiti dushmanlar va dushmanning xatarlik bo'lgan nodonlik bilan bulg'unib, mingisi uzundan beri ayrimayli simirilgan barcha ma'naviy zahar va axlatlar bilan istishib ketgan bir to'plamga aylanib qoldik. Bundaq ahvolni xeyli burunla sezgan marhum Chingiz Aytmatov apandi Ashqazon mingidan aqalliq, chunki u yoqmagan va ziyonliq barcha narsalarni dal vaqtida qusib yetadi. Biroq menga barliq narsani to'liq simirib turdi. Tasoddiy bo'lsa-mu, asla qusib solmaydi deb aytgan ekan. Dushman bizning qimmat qarashlarimizni, dunyo qarashlarimizni shunchalik eg'ir burmilab ruhiyatimizni, tafakkurimizni buzayotdiki, garchi xalqimiz ichida tumanlagan nomsiz qahramonlar chiqib tursa-mu, biroq ko'zga ko'rinib ketmagachga, bizga xuddi yaqinqi zamon tariximizda qahramonlar zodila chiqib boqmagandek tuyuldi. Amaliyotda Uyg'ur xalqining 21-asr kiralishini dal ashundoq sanoqsiz, nomsiz qahramonlarning tirishchanligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Eng aqallisi 1979-yildan 2009-yilgacha bo'lgan arada vatanimizda ilib berilgan uyg'onish va aqartish harakatlari, namoyish va qarshi harakatlarining haqiqiy g'olliq yetakchilarla yangi asrga ulashganlarning abadiy yod etib, hurmat bilan yod etishiga arziydi. Chunki ularning davri bizning davrimiz bo'lg'achqa, ichki tashqi dushman kuchlar oldirab ularni qarlab e'tiborsizlashtirilmaydi. Biroq oldingi asrning oldingi yerimi, keyingi yerim chorigidagi ko'pincha tarixiy shaxslarni o'z biti to'g'ri tunib, loyiqida baho bermak xeyli qiyin. Kimga ayshish, kimni ulgi qilish texmi imkonsiz ishga aylanib qoldi. Nemishqa bundoq bo'ladi? Chunki Xitoylar bundan 2500 yil ilgari o'tgan hili mikr bonusi Sunzining munu zaharli ko'rsatmalari va ta'limotlarini Uyg'urlarga to'liq tatbiqlab bo'lgan. Buning ta'siri tarixiy shaxslarga qalaymaqan baho beradigan, oti bo'g'iz tugul o'zining kimligini aniq bilmaydigan hozirgi bir qism nodon kishilarda og'ir ko'rilmoqda. Sunzi bu haqda shundoq degan ekan. 1.
Düşman dövlətlərinin münəvvər nəslərini xalqның nəzərindən düşürüşümüz kerak. İkinci, ularning liderlərinin muvaffaqiyatlarini xunuklashtirish orqali xalqni o'z liderlarini yaratmaydigan holga keltirishimiz lozim. Üçüncü, vijdonsiz va axloqsiz kishilar bilan hamkorlik o'rnatib foydalanishimiz lozim. To'rtinchi, düşman xalq ichidagi ittifoqsizlik jidal majaralarni avutishimiz kerak. Beshinchi, raqibimizning an'analarini, qimmat qarashlarini hajviylashtirib paydinpay yo'qotishimiz kerak. To'limi afsus, bu 5 ta'limot vatanimizda yaqinqi 4 yildan beri davlat terrorligi kuchi bilan majburiy tatbiqlanib bo'ldi. Muajirat bo'lsa, erkin dunyoda turibmi ruhiy va aqliy dushmanga taslim bo'lgan bir talay odamlarimiz dushmanga vakolatan bu 5 ta'limotni tor dunyosi va buzuq og'zi orqali avom orasiga tarqitib, dushmanning planini oshirib o'rindab beryotdi. Kishini eng g'azablantirdigini bu 5 ta'limotni millat va din markasi bilan tashviq qilishdir. Sizce yuqorqi 5 ta'limotni shartsiz qabul qilib bo'lgan bir to'plam ichidan qandaqmi qahramonlar chiqsin? Zozongtang davrida yerlik beglar bekor qilinib, oqqon Xitoylar cho'ng huquq tutishga boshlagan. Ammo unumi yaxshi bo'lmay qilib, 1900-yildan keyin Yunnan qatorliq joylardan Tungan militarislarini taklif qilib ishlatib unum qozongan. Chunki Tunganlar musulmon bo'lg'achqa jaholat pirlari nodon xalqimizning ingiga podshohga itoat qilish farz degan qulluq ruhini yana din nomidan singdirgan. Xalqimizning uda 2 asr to'xtamay singdirilgan xato va burmlangan fikrlarning ta'sirida 1912-yildan 1924-yilgacha cho'ng Ahun Mafushin 1924-yildan 1933-yilgacha kichik Ahun Mashavuning hukmronligiga rozi bo'lib, eng oltin tarixiy fursatni qo'ldan berib qo'ygan. Chunki bu chaqda Stalin texi 1921-yili qo'zg'algan bosmachilar harakatini bostirib bo'la olmagan edi. Angliyami 1924-yil qo'zg'algan zo'r qo'zg'alonni bostirish bilan aldirash edi. Hech qaysi qo'ltiqishga ulgurolmaydi. Ammo dal ana shu halqiliq 1924-yili 14-avgust kuni Saydiya saltanati gumroh bo'lib, jaholat va asorat ostida 300 yil xo'rlangan xalqni uyg'otib, yangi asrdan ilg'or millatlarga yetishilish harakatini xeyli utuqliq elib berayotgan yitik ma'naviy dahi Sovet va Ingliz konsullarining kuch ko'rtishi, Shabdul Damildek ishqutur hasadxo'rlarning qo'llashi, Ömer Baydek ochko'z boylarning qotil yollashi va nodon bir talvining ijro qilishda qaslab yo'q qilingan. Natijada 9 yil kechikib ketgan milliy mustaqillik inqilobi amdil g'alaba qilib Qashqarda 1933-yili tunji jumhuriyatimiz qurilganda allaburun qaddini ruslab olgan Stalin Tungan bandit Ma Jungyongning qo'li bilan 84 kundan keyin Qashqardagi hokimiyatni munqaris qilgan. Uningdan keyin xo'rliq texmi kuchaygan. 1930-yillari Sunjongsanning suratiga ta'zim qilishga majburlangan xalqimiz 1937-yildan boshlab Stalin bilan Shingsay jallatning suratiga ta'zim qilishga majbur bo'lgan. 1949-yilgacha Janubdagi 7 viloyat xalqi Gomindanga sadoqat ko'rsatishga majburlangan bo'lsa, 49-yildan keyin Maoning suratiga cho'qinishga majburlanganini oz deb, o'zining qimmat qarashlarini, mo'tivarlarini o'zlari dafsanda qilishga majburlandi. Bo'libmi, yaqinqi 70 yilda tartgan xo'rliq tarixdan buyanqi barliq xo'rliqlardan eshib ketdi. Mərhum Abdüşükür Muhammad Emin ruhni sağlamlaştırış, milletni güllendirishning muqaddimasi nomli asarda bu haqda paketli holda monolarni o'ttirib qo'ygan. Hasadxo'rlik millatni xaroblashtiradigan xatarlik illat. Nodonlikdan 3 beh o'sib chiqqan ular qariniyat, saxt shuhrat va hakovurlik. Schopenhauer. Nodonlikning ma'rifatga zidligi hammaga ayon. Nodonlikning 2 xil tarixiy shakli mavjud. Buning biri ma'rifatdan ilgirki nodonlik, ibtidoiy inson guruhidagi nodonlik va qip-yalang'och nodonlik. Buning ikkinchisi bekin holatdagi jamiyat chambarigidagi nodonlik, saxt shuhrat bilan kiyindirilgan nodonlik, hasadxo'rlik vasvasi bilan to'lgan nodonlik. Aqlni rad qilish bu 2 xil nodonlikning tub xususiyati. Vaholanki, aql faqatli aql insonning g'ayri hayvoniy afzalligi va insoniy takomillashish mumkinligini tashkil qilgan. Aqlni rad qilgan, nodonlikqa cho'kib ketavergan millatning orqada qilish, parchalanish, to'zib ketishdan iborat halokat trilogiyasining har bir bosqichiga hasadxo'rlikdan iborat ruhiy kasallik singan. Hasadxo'rlikning biz tunib yetgan ko'rinishlari mundaq. Birinchi,
qara niyatlik va qo'l yetmaslik. Hasadxo'rlikning boshlanishidan iborat. Umuman bilimni fazilat kursi va kamolat kursiga yetkazmagan atalmish o'lma ziyolilar o'z millatidan haqiqiy tafakkur va bilim egalarining chiqishini ko'rolmaydi. Abduqodir Bidil hasadxo'rlikning qara niyatli bo'lganligini mundaq so'kkan. Dili hasadga to'lgan ichi qara, doim pak odamga chaplaydi yala. To'risqa esib ko'r apaq paxtini, jimi iz chaplashar shu aq paxtaga. Saidi Shirazi hasadxo'rlikdagi qara niyatning qo'li qisqa, tirishmas, qobiliyatsiz, nomard odamlar qalbiga xos alayliklarni mundaq bash qilgan. Qo'li qisqa hasadxo'r qilar g'ayvat yo'q amal. Agar udul yuluqsang bulur tili kalva lal. Hem qo'li qisqa, naqobil, hem qara niyat g'ayvatxo'r bo'lish bir xil ziddiyatchan ruhiy kasallik bo'lib, iblis tasviriga o'xshaydi. Naqobil bo'lgan ekan, qobil bo'lishga tirishishi, qobil bo'lolmasa qobillarni qo'llashi lozim bo'lgan normal ruhiy holatning ziddiyatchan ruhiy kasalligiga aylanganligini hasadxo'r qalbning iblislik emasmi? Ikkinchi, o'zgini keslab, o'z shexini ko'tirish hasadxo'rlikning muhim alomatidan iborat. Millatning nodon hasadxo'rlari dunyoda qandaq yangiliklar bo'lganligini, qandaq kitoblarning yozilganligini, qandaq kashfiyotlarning maydonga chiqqanligi bilan kar bo'lmay, o'z millatida bir yangilik bosh ko'tarsla, yurak yara, yuzi qora bo'lib ketishidi. Abduxoliq Uyg'ur o'zining Bardur nomli g'azilda millatimizdagi bu illatni mundaq so'kkan. Avnu tasannur o'rniga bizlarda bir odat. Yangi boshni ko'targanni urib yiqitganimiz bardir. Qizil ko'zlik ko'rolmaslik va ya o'zi qilolmaslik, qilay deb bog'lasa balni tuman bo'htonimiz bardir. Hasadxo'rlikning shundoq bir tipi borki, ular o'zlari uchirgan baxtsizlikni eng yaxshi oliy maktab deb bilib, uningdan aqliy va vijdoniy xulosa chiqarmasdan sungan oqsumaklarcha asabiy qisaskorlik psixik kasallik bilan oldin ketganlarning g'aybatini qilib, o'rkolab, shexini kesib, asal yo'l bilan qahramonlik munbiriga chiqishni qasdlaydi. Bundaq kishilarning hasadxo'rligi vositallab o'ltirmaydigan tarsonlik bilan tanho yoki turkum bo'yicha ilib berildi. Buni qisaskorlarcha hasadxo'rlik degan nom ostida ayplash lozim. Kamoliddin Binoyi mundaq yozsa: hasad hamma illat nuqsondan yomon. Hasad ahli barcha yomondan yomon. Nasir Xusrov mundaq yozgan edi. Berilmagaysan hasadga zinhor, hasadning cheki yo'q tuganchi miqdor. 3. Fitna to'qtirib tuhmat qilish hasadxo'rlikning oson chiqildigan shakldan iborat. Hasadxo'rlikning quroli fitna bilan tuhmat ekanligini, shubhasiz buni ular sistish deb atishadi. Turmushni oldig'ili xalqni butun bir tarixiy jarayonda qaymoqtirg'ili bo'lmaydi. Qaysar irodali kishilar o'z ajri bilan hamisha yashnab turaverdi. Siz quchlarning sesib ketishi mana bu pok va nopoklik ko'rishidagi bir haqiqat. Mana bu tarixning nuroniy yo'nalishi. Agar mundaq bo'lmaganda, Tangrimi bo'lmagan, haqiqatmi bo'lmagan, tarixmi bo'lmagan, istiqbolmi bo'lmagan, ishonch va oliy himmatmi bo'lmagan bo'ladi. Bizning hasadxo'r fitna tuhmatchilarimiz aqni qara qilish, o'zi gunoh qilib, boshqani gunohkor ko'rsatish, o'g'rini tut deb vaqirash, boshqalar nomida qara xat yozish, bir odamga 2 xil to'n kiygizish, kechasi odam o'ldirib, kunduzi hozirdor bo'lish qatorliqlar bilan shug'ullanaverdi. Boshqalar nomida xat yozganlar ichida ayol kishi surti kirib xat yozish, tuvanni quturtib qo'yib, o'zi qozi bo'lib olish, o'ldirish so'rinlarda oshkora fitna ig'vo tarqitish, fitna ig'voni chatalga kengaytirish qatorli hodisalarni ko'rib, millatimiz ichida bu jihatdagi mahoratning dunyoviy saviya yaratganligidan afsuslanmay tura olmadim. 4. Guruhvozlik qilib boshqalarni chetga qiqish hasadxo'rlikning turkumlashgan shakldan iborat. Hasadxo'rlik aslida zaharlik chayondek narsa bo'lsa-mu, o'zini ko'ydiradigan, boshqalarni ko'ydiradigan husumatlik o't bo'lsa-mu, hasadxo'rlar turkumlashib chayondan pil paydo qilishga ma'qul bo'lishidi. Ular ma'lum huquq yoki ta'sir kuchi bo'lmasa, bir ishni boshqa ilib chiqil bo'lmaydiganligini bilganlikdan turkumlashadigan bo'ldi. Ammo bu turkumning har bir hasadxo'r a'zosi hamisha o'z turkumidan yuz o'rishga tayyor. Bevafo kishilardan iborat. Hasadxo'rlik guruhlari ikki shar ostida yana qudratlik muxoliflarga taqobil turish uchun qullarcha darajalik bo'ysunish munosabat tartib bo'yicha saqlanib turish mumkin. Hafiz Shirazi mundaq degan edi:
Ket yamanlar söhbetidan izdisan ger yaxshi nam, badniyatlik ol aqlsizlikqa isbotdir tamam. 5. Xalqni parçalash, millatni xonavayron qilish hasadxo'rlikning harakat nishonasi va tarixiy jinoyatdan iborat. Hasadxo'rlik shunday kasalki, birinchidan o'zini halok qildi, ikkinchidan yuqtirilgan kishilarni halok qildi, uchinchidan millatning uyushib kuchini tarqoqlashtirib, ruhiy uyushtiruvchi aqil kishilarning obro'y-nopozini davomli qirqib, millatni halok qilishning jarayonini tezlashtirdi. Hasadxo'rning tafakkuri, hissiyoti, tili, qalami xunuklik bilan to'lg'ishqa, tiniqi va yurak so'qishi hamisha hasad zahri, bo'xton o'ti, qo'rqish tashvishi turdi. Uning psixik kasali jismoniy ojizligini keltirib chiqardi. Hasadxo'rlikni yuqtirgan kishi o'ziga yarasha jangoh ichib olgan yana bir hasadxo'rdir. Hasadxo'rlik tarpidan chirmivlangan millat, garchi til birligi bilan birlashib tursa-mu, qalbi parchalangan millatdan iborat. Qalbi parchalangan millatning tili bu qalbni parchalashga xizmat qilishdan boshlab, bu millatni halok qilish bilan o'zini halok qiladigan til bo'lmaydimi? Ro'shanki tilni tashqi post, qalbni ichki o'zak qilgan milliy uyushmaning hasadxo'rlik ichida tamtirishi halokat halqasining alomatini aks ettirdi xolos. Gullangan millatning hayot yo'li isbotlashdiki, millatga yemak-ichmak, uy makondan boshqa muhimi milliy ruhiyat lozim. Bu millatning uyushi kuch manbasi bo'lgan e'tiqod, milliy an'ana, yangilikqa intilish, ma'naviy yetakchilik to'pozi qatorliqlardan iborat. Mundaq binokorlikni buzishdan halokat, tuzashdan gulinib chiqish kelganligini oddiy, ammo bizda astin chiqarilgan haqiqat. Ma'naviy qahramonlik va g'oya yo'lboshchilik legendalarini yaratgan xalqning birdilla hasadxo'rlik uchqunlari bilan band bo'lishining taktida tarix nimani pichirlayotganligini aniqlash mushkul emasmi? Gertsin haqiqatga hurmat qilish va ziraklikning va donishmandlikning boshlanishidir degan edi. Haqiqatni suydigan qalb nuroniy qalb, xalqimizning tarixiy istiqboliga vakillik qiladigan qalb. Mundaq qalb haqiqatni hurmat qiladi, uningga jon fido qiladi. Hasadxo'rlikning qattiq zarbasiga uchraganlar kelganda shuni aytish kerakki, bu ular uchun taxmi qaysar xarakterni yetishtirgan shivirg'on siniqi. Heraklit to'g'ri aytdi. Sana shuning uchun rashk qilishidiki, sening zo'qlang'uvchilaring haqiqatan to'liq nurg'un. Ig'ir darajada bulg'angan va qattiq darajada zaxmlangan ruhimizni sog'lomlashtirib, ahvolimizni o'zgartmagicha bizdan yanada tarixdagidek mehrini xalqiga, qahrini dushmanga chachqan nijotkor qahramonlar va or-nomusini yub hisob olg'uchi qobil dohilar oldirab chiqmasligi mumkin.